Muzokara bo'lmasa zarbalar kuchayadi. Tramp Eronga yana tahdid qildi. AQSh rossiyalik xakerlarning boshi uchun 10 million mukofot e'lon qildi. Davlatlarning mahbuslar soni bo'yicha reytingi e'lon qilindi. O'zbekiston nechinchi o'rinda? Muzokara bo'lmasa zarbalar kuchayadi. Tramp Eronga tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga muzokaralarga rozi bo'lmasa, mamlakatning elektr stansiyalari va ko'priklariga zarba berishini aytdi. Bu haqda The Guardian xabar berdi. Trampning so'zlariga ko'ra, AQSh Eronga qarshi harbiy amaliyotlarni davom ettiradi va agar Tehron muzokara stoliga o'tirmasa, kelasi haftadan uning energetika hamda transport infratuzilmasi nishonga olinadi. Kelasi hafta ular uchun vaziyat yanada yomonlashadi. Navbat elektr stansiyalariga, undan keyin ko'priklarga keladi. Agar ular muzokaralarga rozi bo'lmasa, barcha elektr stansiyalari va ko'priklari ishdan chiqaramiz, degan Tramp Fox News telekanaliga bergan intervyusida. Ushbu bayonot AQSh kuchlari ketma-ket 4-kun Erondagi nishonlarga zarba berayotgan va Hormuz bo'g'ozidagi Eron portlariga nisbatan dengiz blokadasini qayta tiklagan paytda yangragan. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Vashington mintaqadagi neft va gaz eksportini dengiz yo'llari orqali to'sishga urinsa, AQSh va uning ittifoqchilari foydalanayotgan boshqa eksport yo'nalishlari ham yopilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Tramp joriy yilning mart oyida ham Eron tinchlik shartlariga rozi bo'lmasa, mamlakatning elektr stansiyalari va suv ta'minoti infratuzilmasini yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Xalqaro gumanitar huquqqa ko'ra, fuqarolik infratuzilmasiga qasddan zarba berish urush jinoyati sifatida baholanishi mumkin. AQSh rossiyalik xakerlarning boshi uchun 10 million mukofot e'lon qildi. AQSh rasmiylari rossiyalik xakerlar haqida ma'lumot berganlik uchun 10 million dollar miqdorida mukofot e'lon qildi. Bu haqda kecha 14-iyul kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya vazirligi saytida xabar berildi. Aniqlik kiritilishicha, ushbu mukofot Sankt-Peterburgdan bo'lgan va muhim infratuzilma obyektlariga kiberhujumlar uyushtirishda gumonlanayotgan 3 nafar rossiyalik xaker haqidagi ma'lumot uchun to'lanadi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, ayblanuvchilarga nisbatan kompyuter sohasidagi jinoyatlar, internet orqali firibgarlik va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bo'yicha sirtdan ayblov qo'yilgan. Xakerlar tomonidan foydalanilgan infratuzilma orqali AQShdagi o'nlab tashkilotlarga, jumladan banklar, maktablar, shifoxonalar, davlat idoralari va media kompaniyalarga hujumlar uyushtirilgan. Ko'rilgan umumiy zarar 10 million dollarni tashkil etmoqda. Davlatlarning mahbuslar soni bo'yicha reytingi e'lon qilindi. O'zbekiston nechinchi o'rinda? Dunyo mamlakatlarining mahbuslar soni bo'yicha 2025-yilgi reytingi e'lon qilindi. Unda O'zbekiston 166-o'rinni egalladi. Ushbu reyting jinoyatchilik va odil sudlov siyosatini tadqiq qilish instituti tomonidan tuzilgan. Unda har 100 ming kishiga to'g'ri keladigan ozodlikdan mahrum etish joylaridagi shaxslar soni hisobga olingan. Markaziy Osiyo davlatlari reytingda quyidagi ko'rsatkichlarni qayd etgan. Turkmaniston 4-o'rin, Qozog'iston 103-o'rin, Tojikiston 112-o'rin, Qirg'iziston 145-o'rin, O'zbekiston 166-o'rin. Shuningdek, Armaniston 167-o'rin, Gruziya 41-o'rin, Ozarbayjon 50-o'rin, Rossiya 35-o'rin, Turkiya 10-o'rin, Ukraina esa 138-o'rinni egallagan. Aholiga nisbatan eng ko'p mahbuslar soni Salvadorda qayd etilgan. Keyingi o'rinlarni Kuba, Ruanda, Turkmaniston egallagan. Eng past ko'rsatkich Yaman, Somalida kuzatilgan. Tadqiqot milliy xizmatlar va xalqaro institutlarning statik ma'lumotlariga asoslangan. Mahbuslar soniga oid ushbu ma'lumotlar institutning har yili yangilanadigan Jahon qamoqxonalari sharhi maxsus hisobotida e'lon qilinadi. Reytingga jinoiy ish doirasida ushlanganlar, hibsga olinganlar yoki sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum etilganlar kiritilgan. Ma'muriy maqsadlarda, masalan, immigratsiya tartibida ushlab turilgan shaxslar hisobga olinmagan. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.